Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch xabarni bo'lishish uchun jamlandik. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, demak, bu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Bugungi mavzu har biringizga bevosita taalluqli bo'lib, unga e'tibor bermaslik kelajakda jiddiy va yoqimsiz muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, kanalimizga darhol obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni shunchaki boshqa joyda bu qadar batafsil va aniq tushuntirishlar bilan topa olmasligingiz ehtimoli juda yuqori. Men bugun sizga pensiya olish tartiblariga kiritilayotgan yangi cheklovlar haqida butun haqiqatni, har bir nuansini tushuntirib beraman. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini. Ya'ni bu o'zgarishlar joriy etilishidan oldin pensiya olish tartibi qanday ishlagani bir eslab o'taylik. Avvallari aksariyat pensionerlar o'z pensiya pullarini bank kartasiga bemalol qabul qilib olardilar. Bu jarayon juda oddiy va qulay edi. Pensionerlar o'zlarining shaxsiy bank kartalariga pensiyalarni o'tkazishni so'rashardi va har oy belgilangan sanada pullar ularning kartalariga tushirilar edi. Odatda bu pullarni qanday sarflash yoki qancha miqdorda naqdlashtirish borasida jiddiy cheklovlar mavjud emas edi. Ko'pchilik o'z pensiyasining to'liq miqdorini bankomatdan naqdlab olib, o'z xohishiga ko'ra sarflardi. Ba'zilar pullarni farzandlariga, nabiralariga o'tkazardi, boshqalar esa hatto kichik biznesini yuritish uchun foydalangan hollar ham uchrab turardi. Banklar va pensiya jamg'armasi bu mablag'larning oxirgi manzilini yoki sarflanish maqsadini jiddiy tekshirmasdi. Asosiy e'tibor pensiyaning o'z vaqtida va to'liq hajmda yetkazib berilishiga qaratilar edi. Pullarning keyingi harakatlari esa deyarli nazoratdan tashqarida edi. Bu holat bir tomondan pensionerlar uchun qulaylik yaratgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi noxush holatlarga, jumladan pensiya pullarini noqonuniy yo'llar bilan ishlatish yoki o'zganing qo'liga o'tib ketishiga sharoit yaratgan edi. Pul yuvish, soliqdan qochish kabi holatlar ham afsuski ba'zan pensiya kartalari orqali amalga oshirilganini ta'kidlash joiz. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar, jumladan pensiyalarning maqsadli ishlatilishini ta'minlash, moliyaviy tartibsizliklarning oldini olish va iqtisodiyotdagi kulrang zonalarga qarshi kurashish maqsadida bir qator yangi cheklovlar va qoidalarni joriy etmoqda. Bu o'zgarishlar ayniqsa bank kartasiga pensiya olayotgan har bir fuqaroga bevosita ta'sir qiladi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiya pullarini naqdlashtirish yoki boshqa hisob raqamlariga o'tkazishda avvalgidek erkinlik bo'lmaydi. Banklar va pensiya jamg'armasi pensiya kartalari orqali amalga oshiriladigan har qanday katta miqdordagi operatsiyalarni, ayniqsa naqd pul yechish yoki uchinchi shaxslarga o'tkazmalarni diqqat bilan kuzatib boradi. Bu cheklovlar pensiyaning bevosita pensionerning o'ziga va uning ehtiyojlariga xizmat qilishni ta'minlashga qaratilgan. Bu faqatgina bir necha kishiga emas, balki barcha bank kartasi orqali pensiya oluvchilarga tegishli bo'lgan yangi tizimdir. Keling, ushbu yangi qoidalarni yanada batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy qism, siz nimani bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimning tashvishlanishiga hojat yo'q? Eng avvalo, siz shuni tushunishingiz kerakki, bu yangi qoidalar pensiya pullarining noqonuniy aylanmasini to'xtatish va ijtimoiy to'lovlarni haqiqiy egalariga to'g'ri yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Davlat har bir so'm pensiya nafaqasining pensionerning o'zining yashash sharoitlarini yaxshilash, oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar kabi asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun ishlatilishini istaydi. Bu o'zgarishlarning tub maqsadi adolatni ta'minlashdir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Birinchidan, agar siz har oy pensiya kartangizdan juda katta miqdordagi naqd pulni yechib olib, uni doimiy ravishda boshqa shaxslarga berib yuborsangiz, masalan farzandingizning tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirsangiz yoki qandaydir kulrang iqtisodiy sxemalarda ishtirok etsangiz, siz albatta yangi cheklovlarga duch kelasiz. Ikkinchidan, agar siz pensiya kartangizdan muntazam ravishda uchinchi shaxslarning, ayniqsa qarindosh bo'lmagan shaxslarning hisob raqamlariga katta summalar o'tkazsangiz, sizning operatsiyalaringiz shubha ostiga olinadi. Uchinchidan, agar sizda bir nechta pensiya kartasi bo'lib, ulardan birini boshqa odamlar boshqarsa yoki pensiyani boshqa bir shaxsning nomiga rasmiylashtirib olgan bo'lsangiz, bu ham jiddiy tekshiruvlarga olib kelishi mumkin. Kimlarning tashvishlanishiga hojat yo'q.
Agar siz pensiya kartangizdan faqatgina o'zingizning shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun, masalan, oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish, dori-darmon sotib olish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, transport xarajatlarini qoplash kabi maqsadlarda foydalansangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Kichik va o'rtacha miqdordagi naqd pul yechish ham. Agar u o'z ehtiyojlaringiz uchun bo'lsa, hech qanday shubha uyg'otmaydi. Misol uchun, bozorga borish uchun har hafta 200-300 ming so'm naqd pul yechish mutlaqo normal holat hisoblanadi va bu siz uchun hech qanday salbiy oqibatlarga olib kelmaydi. Asosiy qoida shuki, pensiya puli sizning o'zingizning farovonligingiz uchun sarflanishi kerak. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali bu qoidalarni yanada aniqroq tushuntirib beray. Misol tashvishlanishga arziydigan holat. Faraz qilaylik, 70 yoshli Bobur bobo har oyda 2 million so'm miqdorida pensiya oladi. Uning yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay, u juda harakatchan va nabirasi G'ayratning kichik savdo biznesini moliyalashtirishda yordam beradi. Har oy pensiya kelishi bilan Bobur bobo bankomatga borib 2 million so'mning deyarli hammasini, ya'ni 50 million so'mini naqd pulda yechib olardi. Qolgan 200 ming so'm bilan esa kommunal to'lovlarni to'lar edi. Naqd yechib olgan pulni esa darhol nabirasi G'ayratga berardi. G'ayrat bu pullarni tovar sotib olish, do'kon ijarasini to'lash kabi biznes xarajatlariga ishlatardi. Endilikda yangi qoidalar joriy etilgach, Bobur bobo oyga 500 ming so'mdan ortiq naqd pul yechishda cheklovlarga duch kelishi mumkin. Agar u baribir begin o'yinchoqlar olib berilmagan 8 million so'm yechishga harakat qilsa, bank uning kartasini vaqtincha bloklashi yoki operatsiyani rad etishi mumkin. Bank xodimlari Bobur bobodan bu pulning qayerga ishlatilayotgani haqida tushuntirish talab qilishadi. Agar Bobur bobo nabirasiga biznes uchun berayotgani aytsa, bu holat qonunga zid deb topilib, uning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilib, qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishi ehtimoli juda yuqori. Chunki pensiya pullari tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirish uchun emas, balki pensionerning shaxsiy ehtiyojlari uchun ajratilgan. Misol 2 tashvishlanishga hojat yo'q holat. Tasavvur qilaylik, 65 yoshli Dilfuza opa har oyda 5 million so'm pensiya oladi. Uning kunlik xarajatlar oqilona va shaxsiy ehtiyojlarga yo'naltirilgan. Har oyda u 700 ming so'mni kommunal to'lovlar, svet, gaz, suv, uy-joy kommunal xizmatlari uchun bank ilovasi orqali to'laydi. 500 ming so'mni esa mahalliy supermarketda oziq-ovqat va ro'zg'or buyumlari xarid qilish uchun kartadan foydalanadi. Qolgan 300 ming so'mni esa kichik ehtiyojlar, masalan, bozorga borib mayda-chuyda narsalar sotib olish yoki shifokorga ko'rinish uchun naqd pulda yechib oladi. Dilfuza opaning bu turdagi xarajatlari mutlaqo normal hisoblanadi va yangi cheklovlarga kirmaydi. U hech qanday muammosiz o'z pensiyasini olib, uni shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflashda davom etishi mumkin. Chunki uning xarajatlari maqsadli va pensiya qonun hujjatlariga mos keladi. Misol uchun, aralash holat. Ya'ni e'tibor talab qiladigan vaziyat. Endi 70 yoshli Temur amakini olaylik. Uning pensiyasi 2 million so'm. Temur amaki har oyda 20 million so'mni o'zining chavar qiziga onlayn bank ilovasi orqali o'tkazadi. Qizi bu pullarni oilaviy byudjetga ishlatadi. Qolgan 800 ming so'mdan 5 ming so'm naqd pul yechib oladi. Qolgan 300 ming so'mni esa telefoniga to'lov qilish yoki dorixonalarda dori sotib olish uchun ishlatadi. Bu vaziyatda Temur amakining 20 million so'm pulni qiziga muntazam o'tkazish tekshiruv ostiga tushishi mumkin. Bank uning qizi bilan qarindoshlik darajasi, qizining moliyaviy ahvoli va bu o'tkazmaning maqsadi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar Temur amaki bu o'tkazmani qizimga yordam deb asoslasa va bu har oy takrorlansa, bu holatni pensiya jamg'armasi va banklar pensiyani 3-shaxsga muntazam ravishda o'tkazish deb baholashi mumkin. Bu esa Temur amakidan qo'shimcha hujjatlar va tushuntirishlar talab qilishiga olib kelishi mumkin. Agar tushuntirishlar qoniqarli bo'lmasa, bank bu turdagi o'tkazmalarni cheklashga haqli bo'ladi. Ba'zi hollarda bu pullar keyinchalik qaytarilishi kerak bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun yaqin qarindoshlariga katta miqdordagi mablag'larni muntazam o'tkazishda ham ehtiyot bo'lish zarur. Ikkinchi asosiy qoidalardan istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi cheklovlarda ham istisnolar mavjud. Ammo bu istisnolar aniq belgilangan holatlarga tegishli bo'ladi va ularni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Masalan, tibbiy xarajatlar uchun maxsus imtiyozlar. Agar sizda jiddiy kasallik mavjud bo'lib,
davolanish uchun yoki qimmatbaho dori-darmonlar sotib olish uchun pensiyangizning katta qismi talab qilinsa va siz bu xarajatlarni tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomalar, cheklar va dori-darmon kvitantsiyalarini taqdim eta olsangiz, bu holat istisno tariqasida ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday hollarda bank sizdan qo'shimcha tushuntirishlarni talab qilishi mumkin. Ammo tegishli hujjatlar mavjud bo'lsa, sizning operatsiyalaringizga ruxsat beriladi. Shuningdek, agar siz kimningdir vasiysi bo'lsangiz va vasiylikka olingan shaxsning pensiyasini olsangiz, bu pullarning maqsadli ishlatilishini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, kommunal to'lovlar kvitantsiyalari, oziq-ovqat xaridlari cheklari va boshqalar taqdim etilishi talab qilinadi. Bunday holatlarda rasmiy hujjatlar asosiy rol o'ynaydi. Ba'zi maxsus holatlarda, masalan, yirik ro'zg'or buyumlarini sotib olish, uy ta'mirlash uchun materiallar sotib olish kabi bir martalik katta xarajatlar ham, agar ular pensiyaning ma'lum bir muddat davomida yig'ilgan mablag' hisobiga amalga oshirilsa va bu xarajatning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, shartnoma, chegirma, kvitansiya mavjud bo'lsa, istisno tariqasida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy shart shaffoflik va hujjatli tasdiqdir. Endi esa ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar, ya'ni pitfalls yoki moliyaviy tuzoqlar haqida. Birinchidan, yangi cheklovlarni tushunmaslik va eski odatlarga ko'ra harakat qilish eng katta xatardir. Ko'pchilik menga nima bo'libdi, doim shunday qilganman-ku deb o'ylashi mumkin. Ammo bu yangi qoidalar tufayli kartangiz bloklanib qolishi yoki pensiya to'lovlari to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, uchinchi shaxslarning xizmatlaridan foydalanishga urinish. Masalan, qo'shnimda bankomat bor, u pulimni yechib beradi degan fikr xato. Pul yechish uchun faqat o'zingizning kartangizdan va faqat o'zingiz foydalaning. PIN kodni hech kimga, hatto eng yaqin qarindoshingizga ham bermang. Kartangizni boshqa shaxslarga ishlatish uchun berish mutlaqo taqiqlanadi. Bu sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni buzadi va firibgarlik qurboni bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Banklar va huquq-tartibot idoralari bunday holatlarni qattiq nazorat qiladi. Uchinchidan, tizimni chetlab o'tishga urinishlar. Masalan, bir necha kichik operatsiyalarga bo'lib pul yechish yoki turli kartalar orqali pullarni aylantirish urinishlari ham bankning avtomatlashgan nazorat tizimlari tomonidan tezda aniqlanadi va sizga nisbatan shubha uyg'otadi. Bunday holatlarda kartangizni blokirovka qilishdan tortib, hatto jiddiy tekshiruvlar boshlanishigacha bo'lgan salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Noaniq nuanslar deganda ba'zi tushunchalarning chegaralari haqida gapiramiz. Masalan, shaxsiy ehtiyojlar tushunchasi nimani o'z ichiga oladi? Bu faqatgina oziq-ovqat va kommunal to'lovlarmi? Yo'q, biroz kengroq tushuniladi. Masalan, agar siz qishloqda yashasangiz va o'zingizning ehtiyojingiz uchun mayda chorva mollari, masalan, bir juft tovuq sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu ham shaxsiy ehtiyojga kirishi mumkin. Yoki uy ta'mirlash uchun ba'zi mayda materiallar sotib olishingiz mumkin. Lekin bunda ham o'ziga yarasha me'yor bo'lish kerak. Bir martalik 5000 so'mlik yog'och sotib olish bir narsa. Har oy 5 million so'mlik qurilish materiallari sotib olish boshqa narsa. So'nggi holatda bank tushuntirish talab qilishi mumkin. Kommunal xizmatlarga to'lovlar yoki rasmiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga raqamli o'tkazmalar odatda xavfsiz hisoblanadi. Chunki bu operatsiyalar shaffof va ularning maqsadi aniq. Yaqin qarindoshlarga o'tkazmalar haqida gapiradigan bo'lsak, avvalgi misolda aytganimdek, agar bu muntazam va katta miqdordagi o'tkazmalar bo'lsa, ularga ham e'tibor qaratilishi mumkin. Ammo agar siz biror marta, masalan, qizingizning uyiga gaz o'rnatish uchun pul o'tkazsangiz va bu pulning aniq maqsadi bo'lsa, hamda buni tasdiqlovchi hujjatlar gaz idorasidan hisob fakturka bo'lsa, bu holatga nisbatan tushunarli yondashuv bo'ladi. Ya'ni har bir holat individual ko'rib chiqiladi, lekin asosiy talab operatsiyaning maqsadini isbotlay olish va uning qonuniy ekanligini asoslash. Umuman olganda, bu yangi tizim pensiya pullarining aniq manzilga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, pensionerlarning huquqlarini himoya qilish va ularni moliyaviy firibgarlikdan asrashga xizmat qiladi. Shuning uchun bu qoidalarga to'g'ri yondashish va ularga amal qilish juda muhimdir. Uchinchi asosiy qism amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Siz nima qilishingiz kerak? Xo'sh, bu yangi qoidalar doirasida siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib hech qanday muammosiz pensiya olishda davom etishingiz mumkin? Mana siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. 1. Bankingizga murojaat qiling. Eng birinchi va
eng muhim qadam bu siz pensiya oladigan bankning filiali yoki bo'limi shaxsan borib murojaat qilish. U yerda bank xodimlari sizga yangi cheklovlar, naqd pul yetish limitlari, pul o'tkazmalari bo'yicha qoidalar haqida batafsil ma'lumot berishi shart. O'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni berishdan tortinmang. Masalan, bir oyda maksimal qancha naqd pul yetishim mumkin? Farzandimga pul o'tkazmoqchi bo'lsam, qanday harakat qilishim kerak? Qanday xarajatlarim shubha uyg'otmaydi? Kabi savollarni bering. Ular sizga rasmiy ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Bu borada faqatgina mish-mishlarga emas, balki rasmiy ma'lumotlarga tayaning. 2. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bankdan olgan ma'lumotlaringiz sizni to'liq qoniqtirmasa yoki sizda pensiya hisoblash, to'lash tartiblari bo'yicha qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. U yerdagi mutaxassislar ham pensiya to'lovlariga oid barcha yangi qonun hujjatlari va cheklovlar haqida sizga tushuntirish berishga majburdirlar. Ular sizning shaxsiy holatingizni hisobga olib, eng to'g'ri maslahatlarni berishlari mumkin. 3. Rasmiy manbalarni o'rganing. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadigan yangiliklar va qonun hujjatlarini muntazam ravishda kuzatib boring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Bu saytlarda yangi qoidalar, o'zgarishlar va ularning batafsil tushuntirishlari e'lon qilinadi. Rasmiy hujjatlarni o'qish va tushunish sizni noto'g'ri ma'lumotlardan himoya qiladi. 4. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar sizning kartangiz orqali amalga oshirilgan operatsiya bank tomonidan shubha ostiga olinsa va sizdan tushuntirish talab qilinsa, tegishli hujjatlarni taqdim etishga tayyor bo'ling. Bu hujjatlar sizning harakatlaringizning qonuniyligini tasdiqlaydi. Pasport va pensiya guvohnomasi bu sizning shaxsingizni va pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlardir. Bank karta hisobboragidan ko'chirma. Bankdan oxirgi bir necha oydagi barcha operatsiyalaringiz ko'chirmasini olishni so'rashingiz mumkin. Bu sizning xarajatlaringiz tarixini ko'rsatib beradi. Cheklar va kvitansiyalar. Agar siz katta miqdordagi pulni ma'lum bir maqsadda sarflagan bo'lsangiz, masalan, dori-darmon, davolanish, uy ta'mir materiallari, bu xarajatlarni tasdiqlovchi barcha cheklar, kvitansiyalar yoki shartnomalarni saqlab qo'ying, ayniqsa. Tibbiyot muassasalaridan olingan ma'lumotnomalar va to'lov qog'ozlari juda muhimdir. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar siz pulni yaqin qarindoshingizga o'tkazsangiz va bank bu haqda so'rasa. Siz ularning qarindoshligingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki nikoh guvohnomasini taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. 5. Yozma tushuntirish berishga tayyor bo'ling. Agar bank yoki pensiya jamg'armasi sizdan biron bir operatsiya bo'yicha yozma tushuntirish talab qilsa, buni xotirjamlik bilan amalga oshiring. Yozma tushuntirishda o'tkazmaning yoki naqd pul yetishning aniq maqsadini, sanasini va summasini ko'rsating. Masalan, men 2024 yil 10 mart kuni 5 million so'm naqd pulni nabiramning operatsiyasi uchun shifoxonaga to'lash maqsadida yechib oldim. Buni tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma va kvitansiya mavjud. Bunday aniq va asosli tushuntirishlar muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Tushuntirish qisqa va aniq bo'lishi kerak. 6. Karta xavfsizligiga rioya qiling. Hech qachon bank kartangizning PIN kodini hech kimga aytmang. Kartangizni boshqa shaxslarga ishlatish uchun bermang. Agar kartangiz yo'qolsa yoki o'g'irlansa, darhol bankka xabar bering va uni blokirovka qiling. Bu oddiy qoidalar sizni firibgarlikdan himoya qiladi. Bu yangi qoidalar ba'zi pensionerlarga dastlab qiyinchilik tug'dirishi mumkin, ammo ularning asosiy maqsadi sizning moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlash va pensiya pullarining to'g'ri ishlatilishini nazorat qilishdir. Shuning uchun har bir qoidaga jiddiy yondashing va yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Bu sizni kelajakdagi ko'plab muammolardan qutqaradi. Aziz do'stlar, bugun biz pensiya olish tartiblariga kiritilgan yangi cheklovlar haqida juda batafsil ma'lumot oldik. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy jihatlar: kimlar tashvishlanishi kerakligi, kimlar uchun xavotirga o'rin yo'qligi, shuningdek istisnolar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan nuanslar haqida gaplashdik. Eng muhimi, biz sizga amaliy maslahatlar berdik. Bankka murojaat qilish, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish, rasmiy ma'lumotlarni o'rganish va kerakli hujjatlarni tayyorlash. Esingizda bo'lsin,
Bu o'zgarishlar sizning haqqingiz bo'lgan pensiya pullarini yanada xavfsiz va maqsadli ishlatishni ta'minlashga qaratilgan. Bu har bir so'm pul sizning farovonligingizga xizmat qilishi kerak. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Biz har bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.